Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. NATO Kiyevga qurol yetkazishda muvofiqlashtiruvchi rolini o'z zimmasiga olmoqchi – Zaxarova. Britaniya Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga harbiy texnika eksport qilmoqda – Sky News. AQSh Ukraina bo'yicha muzokaralar uchun zarur shartlarni ko'rmayapti – Blinken. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuv qanday o'tdi? Rossiya armiyasining katta yo'qotishlari haqida xabar bergan rus blogeri o'z joniga qasd qildi. Stoltenberg jang maydonida Ukraina uchun qiyin vaziyat yuzaga kelganini aytdi. Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berdi. Yevropaliklarning atigi 10% Ukraina Rossiyani mag'lub eta olishiga ishonadi – The Guardian. NATO Kiyevga qurol yetkazishda muvofiqlashtiruvchi rolini o'z zimmasiga olmoqchi – Zaxarova. Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti Kiyev rejimiga qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi rolini o'z zimmasiga olmoqchi bo'lib, shu bilan Ukrainadagi mojaroda bevosita ishtirok etishni ochiq e'lon qilmoqda. Bu haqda Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi deb yozmoqda RIA Novosti. Zaxarova NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg e'tiborli bayonot bilan chiqqanini ta'kidladi. Stoltenberg endi Kiyevga harbiy yordam ajratish masalalari nafaqat Ramstein formatida, balki Ukraina NATO kengashi yig'ilishlarida muhokama qilinishini aniq aytdi. Boshqacha aytganda, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan ajratilishi bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, alyans aslida Zelenskiy rejimiga qurol yetkazib berish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi rolini o'z zimmasiga olmoqchi. Ma'lum bo'lishicha, NATO mojaroda o'zining bevosita ishtiroki haqida ochiq gapirmoqda, deyiladi Zaxarovaning bayonotida. Britaniya Markaziy Osiyo orqali Rossiyaga harbiy texnika eksport qilmoqda – Sky News. Britaniya kompaniyalari Rossiyaga yuzlab million funtlik asbob-uskunalar va mexanizmlarni eksport qilmoqda. Bu haqda Sky News xabar berdi. Nashrning qayd etishicha, tovarlar, dron uskunalari, optik materiallar va og'ir texnikalar Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Qirg'iziston, Armaniston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarga jo'natilmoqda. U yerdan esa mazkur jihozlar Rossiyaga yo'naltiriladi. Raqamlar shuni ko'rsatadiki, Ukrainada 2 yil avval boshlangan urushdan so'ng savdo sanksiyalari joriy etilgach, Rossiyaga tovar oqimi keskin qisqarganiga qaramay, Britaniyaning katta hajmdagi nozik ikki maqsadli tovarlari hamon Moskvaga yo'l olmoqda. Bu esa Rossiya armiyasini Ukrainaga qarshi qo'llayotgan qurollar uchun ehtiyot qismlari va jihozlar bilan ta'minlashga yordam beradi. Sanksiyalar qo'llanilganidan keyin Britaniya tovarlarining Rossiyaga o'tishi 74% ga kamaydi. Rossiyaga kelayotgan eksportning katta qismi oziq-ovqat, tibbiy buyumlar va boshqa gumanitar tovarlardir. Og'ir texnika, elektr jihozlari va avtomobillar oqimi deyarli nolga tushdi. Britaniya hukumati vakili esa yirik iqtisodiyotga nisbatan joriy qilingan eng jiddiy iqtisodiy sanksiyalar paketi kiritilganini va bu raqamlar sanksiyalar rejimining nihoyatda muvaffaqiyatli bo'lganini anglatishini aytdi. Biroq Buyuk Britaniyaning rasmiy savdo statistikasini obdon o'rganish muqobil obyektivni taqdim etadi. Ular Buyuk Britaniyaning Rossiyaga eksporti keskin pasaygan bo'lsa-da, mamlakatning bir qator sobiq Sovet davlatlariga O'zbekistondan Gruziyagacha misli ko'rilmagan darajada o'sganini ko'rsatadi. Qayd etilishicha, Britaniyaning Qirg'izistonga eksporti 1100% dan oshiqroq suratda o'sgan. Ushbu eksport og'ir mashinalar va transport vositalari ustunlik qiladi, chunki endi ularni to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga jo'natib bo'lmaydi. IFF Moliya institutining sobiq bosh iqtisodchisi Robin Brooksning aytishicha, boshqa Yevropa davlatlari, xususan Germaniya va Polsha ham Kavkaz, Markaziy Yevropa va Osiyo davlatlari orqali Rossiyaga katta hajmdagi asbob-uskunalarni jo'natish bilan bir qancha vaqtdan beri shug'ullanib kelmoqda. Ular mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining biridan buyurtma olayotgani aniq, deydi ekspert. Rasmiylarning aytishicha, ular doimiy ravishda Buyuk Britaniyaning sanksiyalar rejimini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Yaqinda bir sanksiyalarni kuchaytirish uchun yangi savdo sanksiyalarini qo'llash idorasi tashkil etilganini e'lon qildik. Ushbu qattiq sanksiyalarga rioya qilmaslik jiddiy jinoyat hisoblanadi va katta moliyaviy jarimalar yoki jinoiy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi, deydi ingliz rasmiysi. AQSh Ukraina bo'yicha muzokaralar uchun zarur shartlarni ko'rmayapti – Blinken. AQSh davlat kotibi Antonio Blinken Braziliya prezidenti Lula da Silva bilan suhbatda Washington Ukrainadagi vaziyat bo'yicha diplomatiya uchun shart-sharoit ko'rmayotganini aytdi, deb yozadi Reuters. Blinken va Lula da Silva Ukrainadagi mojaro haqida gaplashganda AQSh davlat kotibi diplomatiya uchun shart-sharoit ko'rmayotganini ochiq aytdi, deyiladi agentlik bayonotida. Moskva avvalroq muzokaralarga tayyor ekanligini bir necha bor bildirgan. Biroq Kiyev qonunchilik darajasida ularga taqiq joriy qilgan. Avvalroq Kreml Ukrainadagi vaziyatning tinch yo'nalishiga o'tish uchun hozirda hech
hech qanday shart-sharoit yo'qligini, Rossiya uchun mutlaq ustuvorlik maxsus operatsiya maqsadlariga erishish ekanligini, hozircha bu faqat harbiy yo'l bilan amalga oshirilishini ta'kidlagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina muzokara jarayonini istasa, hech qanday vositachilar kerak emasligini, faqat Rossiya bilan muzokaralarni taqiqlovchi farmonni bekor qilish zarurligini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya hech qachon Ukrainadagi mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga qarshi bo'lmagan. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin o'rtasidagi uchrashuv qanday o'tdi? Qozonga amaliy tashrif doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi deya xabar berdi davlat rahbari matbuot xizmati. Suhbatda ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb jihatlari, jumladan o'tgan yil 5-7 oktyabr kunlari Moskva shahrida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Shuningdek, davlat rahbarlari transport yo'laklarini birgalikda rivojlantirish, temir yo'l transporti sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qilishdi. Mintaqaviy kun tartibi yuzasidan ham fikr almashildi. Bo'lajak xalqaro tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. 2023-yilda bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya yig'ilishlari, hududlar, ta'lim, tibbiyot forumlari, qator boshqa ishbilarmonlik va madaniyat tadbirlarining samarali natijalari yuksak baholandi. Tovar ayirboshlashning ijobiy surati saqlanib qolmoqda. Sanoat, energetika, transport, kimyo, farmatsevtika va boshqa tarmoqlardagi loyihalar faol bosqichga kirgan. Hududlar o'rtasidagi kooperatsiya aloqalarini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi, deyiladi xabarda. Toshkent va Jizzax viloyatlarida Himgard industrial texnoparklari muvaffaqiyatli ishlamoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yangi Alabuga va Master innovatsiya parklari barpo etilmoqda. Rossiya armiyasining katta yo'qotishlari haqida xabar bergan rus blogeri o'z joniga qasd qildi. Rossiyalik harbiy bloger Andrey Maruzov Rossiya Ukrainaning Avdiivka shahriga hujumi chog'ida katta yo'qotishlarga uchragani haqida xabar berganidan bir necha kun o'tib vafot etdi. Bu haqda CNN nashri xabar berdi. Mahalliy Rossiya nashrlari bergan ma'lumotlarga ko'ra, bloger o'z joniga qasd qilgan. Politsiya o'lim tafsilotlarini o'rganayotganini ma'lum qilgan. Avvalroq bloger Maruzov oktyabr oyidagi hujumdan beri Moskva 16 mingga yaqin askar va 300 ta zirhli texnikasini yo'qotganini aytgan edi. Bu esa rossiyalik targ'ibotchilarning qattiq tanqidiga uchragan. Bloger o'z joniga qasd qilish niyatini oldindan e'lon qilib, kuzatuvchilarini uning uchun motam tutmaslikka chaqirgan. Vafotidan so'ng Luganskka dafn qilishlarini so'ragan. Xabarda aytilishicha, Maruzov Avdiivka haqidagi xabarni e'lon qilgach, noma'lum harbiy unga qo'ng'iroq qilib, postni o'chirishni buyurgan. Blogerning Rossiya armiyasida qurol-yarog' yetishmasligi muammosi borligi haqidagi postlari Kremlda tashvish uyg'otgani aytilgan. Stoltenberg jang maydonida Ukraina uchun qiyin vaziyat yuzaga kelganini aytdi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ukrainalik harbiylarning Avdiivkadan chekinishiga munosabat bildirar ekan, vaziyat murakkab ekanini aytdi. Ukrainaning Avdiivkadan chekinishi jang maydonidagi vaziyat nihoyatda og'ir ekanini ko'rsatadi, dedi u Bryusseldagi matbuot anjumanida. Stoltenberg shunga qaramay ukrainaliklar mardonavor jang qilayotganini va Shimoliy Atlantika alyansi Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etishini ta'kidladi. 17-fevralga o'tar kechasi Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Avdiivkani tark etishga to'g'ri buyruq berdi. 17-fevralga o'tar kechasi Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Avdiivkani tark etish to'g'risida buyruq berdi. Qurshovda qolmaslik, harbiy xizmatchilar hayoti va sog'liqni saqlash uchun bo'linmalarimizni shahardan olib chiqib, mudofaaga yanada qulayroq yo'nalishlarga o'tishga qaror qildim, deya izohladi bu qarorni Sirskiy. Eron Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib berdi. Eron Rossiyaga 400 ga yaqin ballistik raketalar yetkazib berdi. Bu haqda Reuters yozmoqda. Qayd etilishicha, raketalar orasida Zolfhaga raketalari ham bor. Ekspertlar ushbu turdagi raketa 700 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarga zarba bera olishini aytishmoqda. Raketalarni Rossiya Federatsiyasiga yetkazib berish ikki davlat vakillari o'rtasidagi kelishuvlarga asoslangan holda yanvar oyida boshlangan. Tehron har qanday davlatga qurol eksport qilish huquqiga ega bo'lganligi sababli yetkazib berish hajmi yanada ko'proq bo'ladi, deya ma'lum qilgan nomi oshkor qilinmagan Eron rasmiylaridan biri. Yevropaliklarning atiga 10% Ukraina Rossiyani mag'lub eta olishiga ishonadi. The Guardian. Yevropa komissiyasi bilan urushayotgan Ukraina har tomonlama qo'llab-quvvatlayotganiga qaramay, yevropaliklarning atiga 10% bu mamlakat Rossiyani mag'lub etishiga ishonmoqda. Bu haqda Britaniyaning The Guardian gazetasi so'rovnoma natijalariga tayanib yozmoqda. Nashrning yozishicha, so'rovnomada qatnashganlarning aksariyati ikki tomon murosasiga kelishiga ishonch bildirmoqda. So'rov Yevropa ittifoqiga a'zo 12 davlatda, jumladan Fransiya, Germaniya, Vengriya, Italiya, Niderlandiya, Polsha, Ispaniya va Shvetsiyada o'tkazildi. Natijalar Ukrainaning qarshi hujumida boshi berk
ko'chaga kirib qolganini, shuningdek, AQSh siyosatidagi o'zgarishlar urush natijalariga nisbatan pessimizmni uyg'otgani, xususan Donald Trampning ikkinchi muddatga saylanishi ehtimolidan xavotirlar kuchayganini ko'rsatdi. So'rovda qatnashgan har 10 yevropalikdan faqat bittasi Ukraina jang maydonida g'alaba qozonishiga ishongan. 20% aholi esa Rossiya g'alaba qozondi deb hisoblaydi. Polsha, Shvetsiya va Portugaliya aholisining har 5-sidan bittasi Kiyev g'alaba qozonishiga ishonch bildirgan. So'rov natijalariga ko'ra, barcha mamlakatlar bo'ylab respondentlarning o'rtacha 37% urush murosa bilan yakunlanadi degan fikrda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.